Toshkent shahri asosan o'zi Toshkent shahri barpo etilayotganda asosan bu 1 million aholiga mo'ljallab qurilgan shahar hisoblanadi. Lekin bugungi kunda Toshkent shahrida 3 millionga yaqin aholi istiqomat qilmoqda. Bu rasman ma'lumotlar, lekin bizni shu viloyatlarimizdagi aholimizni kelib ketishi hisobiga olsak, bu 6-7 milliongacha chiqishi mumkin. Buni albatta mana ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'z mutaxassislar o'zi shu kuzatishlari, hisob-kitoblari orqali tasdiqlab turibdi. Endi albatta shuncha aholi Toshkent shaharga kelib turgandan keyin albatta suvga ehtiyoj ham shunga yarasha oshib boradi. Shu bilan birgalikda mana qo'shni davlatlarga qaraganda O'zbekiston aholisi shu 5 ta Markaziy Osiyodagi 5 ta davlatga qaraganda eng tez suratda o'sayotgan aholi, ya'ni mamlakat O'zbekiston hisoblanadi. Mana yana uzog'i 1-2 yildan keyin biz O'zbekiston aholisi 40 milliondan ham oshadi. 2025-yil tahlilga ko'ra O'zbekistonda 14 ta hudud bo'yicha eng ko'p suv sarflanadigan, ya'ni bir kunda bitta odamga 230 litrdan 270 litrgacha bitta odamda Toshkent shahrida suv sarflanadigan, ichimlik suvi. Eng kam ko'rsatkich bu Qashqadaryo viloyatiga to'g'ri keladi. U yerda bitta odamga bir kunlik 80 litrdan 100 litrgacha bo'lgan suv ichimlik suv sarflanadi.